Nega bizning katta guruhlarda atigi 10 ta o'quvchi bo'ladi? Birinchi o'rinda har bir o'quvchiga alohida e'tibor beriladi. Har bir o'quvchi bilan alohida ishlashga vaqt bo'ladi, har bir gap eshitiladi, har bir xato to'g'rilanadi. Natijada o'rganish jarayoni tez, oson va samarali bo'ladi. Ikkinchidan, speaking amaliyoti ko'payadi. Har bir o'quvchi bilan speaking qilish imkoniyati tug'iladi. IELTSda speaking juda muhim hisoblanadi. Natijada darslar nazariygina emas, amaliyotga asoslangan bo'ladi. Uchinchidan esa natijaga asoslangan nazorat. Ya'ni o'qituvchi har bir o'quvchini kuzatadi, progress aniq bilinadi, kim qayerda qiynalayotgani tez topiladi. Xulosa qilib aytganda, o'quvchilar o'rtasida sog'lom raqobat, yaqin va samimiy muhit hamda doimiy faollik bo'ladi. Chunki maqsadimiz natijaga asoslangan tizim orqali o'rgatish. To'liq ma'lumot olish va darslarga yozilish uchun quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning.